Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun 23-iyun 26-yil. Xo'jaobodda kottejimiz bordi, qilib berdik mana shiti. Regal napijani qo'ymaganmiz. Bitta uzoq qolgan afsonatlar. Hali bu shitga yana pardozlaymiz. Chatirlar orasidan tanlandi. Lustramiz. Kalaganlar bitalik точечный. Qo'yib televizorna bu. Shu yoqqa keladigan bo'lsak, menga ham bitta lustra qo'yganmiz, keyin galagan kichkinadan. Gostoy mehmonxonasi. Kichkina rozetkalar. Mana 3 talik hujjatli rozetka. Shunaqa holat. Bu yerda oshxonasi bor, hujjatli tashqariga qo'yilgan. Kuxnasiga ham rozetka, уборка uchun. Televizor, рабочий стол. Mebelda orqasida bor rozetkalarimiz. Bu yerda vitishka. Yo'q, mana sanuzelga men hujjatli tashqarida. Spanniy bo'lgan. Kattalar uchun. Hujjatli rozetka, pralar. Televizor bor. Yoqda stol ustiga ham bitta qo'yib ketganmiz. Shunaqa ekan xullas. Bu bolalar xonasi. Yana televizorna bor. Konditsioner kabelini chiqarib qo'yganmiz bu yerda. Точечный galagenlar. Aga kichkina yana bolalar uchun ikkitalik. Shunaqa holatda bitkizib yubordik. Baholasa chiroyli chiqdi menimcha. Bunaqa lustra qo'yilgan. Bu yerda konditsioner bor.